Har safar birovni ayblaganingizda hayotingizni boshqaruvini ham unga topshirasiz. Buni bilardingizmi? O'ylab ko'ring. U sababli hayotim buzildi. U meni baxtsiz qildi. Agar u boshqacha yo'l tutganida men boshqacha inson bo'lar edim. Bu gaplarni aytgan har bir lahzangizda hayotingizni boshqaruvini boshqa inson qo'liga beryapsiz. Ha. Sizga ozor berishgan bo'lishi mumkin. Sizga nisbatan adolatsizlik qilgan bo'lishi mumkin. Lekin davolanish aybdor qidirishdan emas, mas'uliyatni o'z qo'lingizga olishdan boshlanadi. O'tmishni o'zgartira olmaysiz, ammo bugungi qarorlaringiz orqali kelajagingizni o'zgartira olasiz. Agar siz ham bir xil og'riqlar, takrorlanadigan munosabatlar yoki o'tmishdagi jarohatlardan chiqa olmayotgan bo'lsangiz, buni bir o'zingiz yengishingiz shart emas. O'zgarish deb izohlarda yozing va birgalikda muammoning ildizini topamiz va ichki erkinlik sari qadam qo'yamiz.